Assalomu alaykum Azizbek Olimjonov kanalining qadrli obunachilari. Bormisiz, omonmisiz? Do'stlar, hozirda biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasida joylashgan rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holidays firmasining rasmiy ofisiga tashrif buyurganmiz do'stlar. Bugungi video syomkamizda siz obunachilarimizga noyabr oyiga yangi reyslar va yangi yo'nalishlar bo'yicha parvozlar amalga oshirish uchun ishonchli va garantiyali turfirma Centrum Holidays bilan birgalikda ham ziyorat, ham ibodat, ham sayohat qilib kelish imkoniyati bo'ladi do'stlar. Xo'p, bizga yordam beradi Azizbek o'zlari to'liq ma'lumotlarni siz obunachilarimizga yetkazishga harakat qilamiz. Azizbek, assalomu alaykum. Alaykum assalom, xush kelibsizlar. Charchamayapsizmi ishlar bilan? Azizbek, hozirgi kunda safarimiz necha kunlik bo'ladi va qayerlarda bo'ladi? Shular haqida ma'lumotlarni berib o'tsangiz. Avvalambor assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Xo'p, safarimiz 14 kunlik bo'ladi. 3 kun Madinada, 11 kun Makka da bo'ladi. Madinada xo'p 2 mahal o'zbek milliy taomlari beriladi. Makkada 3 mahal o'zbek milliy taomlari beriladi. O'zimizning power akalarimiz, o'zbek power akalarimiz xizmatda turishadi. Xo'p, bundan tashqari ziyoratlarimiz Madinada payg'ambarimiz ravzalariga ziyorat qilinadi. Xurmo bog'i va Qur'on bosmaxonasi ziyoratlarimiz bo'ladi. Nimada Makkada Toyib shahri va Qizil dengizga sayohatlarimiz bor. Bundan tashqari yana sayohatlarimiz bor. Mutaxassis boshlari o'zlari birgalikda borib, uchib, ibodatlar, sayohatlar hammasini qilib, amallarni qilib kelishadi birga. Xudo xolasa. Bundan tashqari Gastiniy oraliq masofa va shart-sharoitlar haqida ham aytib o'tib ketsangiz. Xo'p, Gastiniy oraliq masofasi Madinada 300 metr atrofida bo'ladi, Makkada 1,5 kilometr atrofida bo'ladi. Makkada 5 mahal namozga avtobuslarimiz doimiy qatnab turishadi. Xudo xolasa. Demak, hurmatli obunachilar, agarda to'liqroq ma'lumotlar olmoqchi bo'lsalaring, ekranda raqamlar qoldiramiz, bemalol bog'lanib aloqaga chiqishlaring mumkin. Xo'p, Azizbek, hozirgi kunda narxlarimiz necha pul etib belgilandi? Ya'ni mana shu noyabr oyiga sanalarni aytib o'tib ketdik. Mana shu sanalarimizga necha puldan to'lovlarni amalga oshirishlari mumkin hozirgi kunda? Xo'p, sizni to'ldirib ketaman. Sanalarimiz xo'p eng yaqin 16, 22, 29 noyabr kunlari Farg'ona Madina to'g'ridan to'g'ri reyslarimiz bor. Peresatkalarsiz, peresatka bo'lmaydi. Bittada yetib olasizlar. Xo'p, buni narxini o'zi 1100-1200 dollarlik paketlarimiz 1025 dollardan qilib beramiz 20-noyabrgacha. Ya'ni to'g'ridan to'g'ri reyslar bo'ladi, xudo xolasa, hozirgi kunda. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, shoshilamiz, ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, bemalol bog'lanishlaring mumkin. To'lovlarni qanday amalga oshirishadi Azizbek? Telegramdan aloqa chiqsa bizga Telegramdan bank shot raqam tashlab beramiz. Telegramlarga eng yaqin bankka to'lov qilib berishadi. Cheki bilan bizga Zagram pasportlarni tashlab berishsa, joylarni bron qilib beramiz. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, bizni kuzatib boringlar. Siz obunachilarimizga qo'limizdan kelganicha chegirmali narxlarda umra ziyoratini taklif qilamiz. Ya'ni Centrum Holidays bilan siz o'zingizni bexavotir his qilasiz. Hozir biz Marg'ilondamiz, ya'ni stansiya vokzalini oldida Centrum Holidays firmasi. Agarda shu o'rtadan kuzatib borayotgan yaqinlar bo'lsa ham bemalol kelib, mana shu joyda o'zlaringga qiziqtirgan savollaringga javob topib ketishlaring mumkin. Xo'p, Azizbek, to'lovlarni shu yerda ham amalga oshirsa bo'ladimi? Rasmiy kassamiz bor, bemalol kelib ofislarimizga to'lov qilsa ham bo'ladi. Unda muammo yo'q, xudo xolasa. So'mda o'zimizning o'zbek so'mida to'lov qilishaveradi. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, mana o'zlaring ko'rdilaring, sizlarga to'liq ma'lumotlar berishga harakat qildik. Agarda videomizda xato va kamchilik bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Yoqqan bo'lsa bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, umra ziyoratiga bormoqchi bo'lib yurgan yaqinlarga, aka-uka va opa-singillarga, qarindoshlar guruhlariga videoni maksimal darajada tarqatib qo'ysalar ham biz juda ham xursand bo'lardik azizlar. Sizlar bilan har doimgidek Azizbek Olimjonov kanali bo'ldi. Bizni kuzatib boringlar. Xudo xolasa kelgusi videoda siz obunachilarimizdan albatta ko'rishamizga umidaman. Azizbek, sizga ham rahmat. Mana shunday xalqimiz uchun chiroyli narxlarda, chegirmali narxlarda umra ziyoratiga taklif qilish nasib qilsin va albatta bizni obunachilarimiz nomidan chiqqanlarga albatta bonuslar qilib bersangiz bo'ladi. Rahmat, sog' bo'linglar. Keyingi videoda ko'rishguncha omon bo'ling azizlar. Rahmat.